Qadrdonlar, barchaga yaxshi kayfiyat. Navbatdagi obyektimiz Namangan viloyati, Namangan tumanidamiz. Eski zinalarni yangilab beramiz. Mehnatimizni qadrlab bir dona like bosib qo'yasiz. Necha puldan qilib beryapmiz, necha pul rasxod ketdi, shular haqida to'liq ma'lumotga ega bo'lasizlar. Bo'ylarini hamma yoqda aytamiz. Albatta, bir dona like bosib qo'ygan bo'lsangiz, qani unda videoni boshladim. Ko'rib turgan joylarning balandligi 90 sm, eni 1 metr. Oyoq qo'yadigan joyi 30 sm, balandligi 15 sm bo'ldi. Bu yerda razmerlar har xil bo'lgani hisobiga biz chiroyli qilib, mana ko'rib turibsizlar, chiroyli qilib bitkizib beryapmiz, xudo xolasa gulli qilib. Xizmatlarimizni ham aytib o'tib ketaman. Xizmatlarimiz Andijon, Farg'ona, Namangan, hattoki Qo'qondan ham bemalol murojaat qilishinglar mumkin bo'ladi. Mana shunday qilib, chiroyli qilib, gulli qilib zinapaylarni qo'yib beramiz. Niyat qilganlar bo'lsa, albatta, bemalol ekrandagi raqamlarga murojaat qilasizlar. 2026-yilda necha pul bo'lyapti, narxini ham aytib o'tib ketamiz. Albatta, videoni oxirigacha ko'ring. Eski holatdan yangi holatigacha qancha rasxod ketdi aytamiz. Bu yerga eski holatidan yangi holatga o'tguncha 1,5 tonna sement ketdi. Bitta zilda metsoy ketdi. Biz ko'proq metsoydan ishlatamiz. Yana bir narsani aytib qo'yish lozim deb bo'ldim. Yondagi apalovkalarda olib berasizlar. Biz gulli zinapayamizni olib boramiz. Shuni ham esda tutib qo'yasizlar. O'zingizlarning hisobingizlardan bo'ladi yondagi apalovka. Biz gulli zinapayamizni olib boramiz. Bo'ldi. Xudo xolasa, ko'rib turibsizlar. Xudo xolasa mana eng oxirgi zinapayamizni bitkizyapmiz. Chiroyli qilib mana. Yarini ham ko'rsataman. Hozir ozgina ish qolgan bu yerda, xudo xolasa bezaklari qolgan. Akamiz uni chiroyli qilib mana xudo xolasa loylarni tashlab bitalak bosib qo'yasizlar. Qadrdonlar. Endi barchaga qiziq joy keldi. Narxini aytamiz. Ko'rib turgan joylar, razmerlari har xil, balandligi. Ustaga necha pul qo'yib berdingiz desangiz, ko'rib turgan joylarda metrini 400 ming so'mdan qo'yib berdik. Shu zinapayani birinchisidan hisoblaymiz. Agar chiqib tushadigan bo'lsa, shu tugaydigan holatda hisobga olamiz. O'shanda metrga uramiz xullas. Agar bir tomoni to'silsa, shu birinchi zinapayni o'sha tushunda hamma menimcha shunaqa. Kimda qanday savollar bor, bemalol kommentariyada qoldirasizlar. Takliflar bo'lsa, bemalol qoldirishinglar mumkin bo'ladi. Sog' bo'linglar, salomat bo'linglar. Navbatdagi obyektda ko'rishguncha.